Anime Telegram'dagi Anisenpai kanali uchun ovozlashtirildi. Barcha yangi animelar Anisenpai'da. Rudi. Qilishing kerak bo'lgan 3 ta narsa bor. Naoshi bilan gaplash. Erisga xabar jo'nat. Hitogamiga ishonib bo'lmaydi. Lekin uni aslo dushmaning qilma. Hammasi joyida, men shu yerdaman. Rudi, Men yaxshiman. Bu shunchaki yomon tush edi. Rudi. Nima bo'lishining ahamiyati yo'q. Men har doim sening yoningda bo'laman. Rudi, agar sen azob chekayotgan bo'lsang, bu og'riqni men bilan baham ko'rishing mumkin. Men yana bir dushmanimni o'ldirishim kerak. Iltimos, Nanahoshi. Men Hitogamiga ishonmayman. Lekin men uni buyruqlariga amal qilmasam, u mening yaqinlarimni nishonga oladi. Shu sababdan boshqa ilojim yo'q. U aytgandek, Orstetni o'ldirishim kerak. Lekin Iltimos, sen Nanahoshi. Men sevgan insonlarimni himoya qilmoqchiman. Iltimos, yordam bering. Men senga yordam beraman. Orsted ushbu o'zik tufayli meni kuzatib borishi mumkin. Men qila oladigan yagona narsa bu. Rahmat senga. Erisga xat yuborgandan keyin men kelajakdagi o'zimning yozuvlarimga asoslanib sehrli zirhni yaratishni boshladim. Men Cliff va Zanomadan yordam so'radim. Men Silfi va Roxydan ham so'radim. Men undan so'raganimda Silfi juda xursand edi. Agar senga biron yordam bera olsam, bundan xursand bo'laman. Mening ikkala xotinim ham juda ishonchli. U meni tinchlantirish uchun yetarli. Sehrli zirhni qurishning birinchi oyida bir to'siq topdik. Lekin Hitogami tushimda menga ba'zi ko'rsatmalarni berdi. Men uning maslahatlariga amal qildim va men Cliffga sehrli doiralarni shamol tizimi o'rniga Alistair uslubi bilan chizishni aytdim. Va natija qurilish 6 oy o'rniga 3 oy davom etdi. Uni kiyib, men Orstetni mag'lub eta olishim kerak. Men buni qila olaman. Ha, men buni albatta qilaman. Shu yerda men sizlarga bir narsani aytmoqchiman. Men homiladorman. Bu ajoyibga tabriklayman, Roxy xonim. Voy, bizga yangi uka keladi. Tabriklayman, Roxy opa. Tabriklayman, Roxy. Rudi, sen nima deb o'ylaysan? Rahmat senga, Roxy. Nega rahmat aytyapsiz? Rudi har doimgidek bir xavsiga homilador bo'lgan paytimda u menga ham shunday degandi. Baribir sen kimni ko'proq yoqtirasan? Esa sening ukang yoki singling bo'ladi, bunday savollarni bemavrid berma. Demak shundaymi, Zenit xonim, eshitdingizmi? Bugun bu stolda oxirgi marta o'tirganim bo'lishi mumkin. Rudi, nimadir bo'ldimi, Rudi? Tez orada men juda kuchli raqibga qarshi chiqaman va men yutqazishim mumkin. Liliya xonim, onamni sizga ishonib topshiraman. Menga ishonishingiz mumkin, janob Redius. Selfie. Lucyga g'amxo'rlik qil. Rudi. Roxy. Men qaytib kelishga harakat qilaman. Bu qiyin bo'lsa ham. Men seni kutaman.
Hitogami. Bu to'rtta sehr tufayli men deyarli barcha manamni sarfladim. U qocha olmasligi uchun kuch va masofani maksimal darajaga oshirdim. Shuning uchun ham bashoratchi ko'zlar buni bashorat qila olmasa kerak. Uni qanday kuchi borligini ahamiyati yo'q. Topdim. Botqoqlik! Dushman sehriga xalaqit ber. Nima? Himoya! Bu sehr nima edi? Men albatta aytaman. Men uni o'ldira olaman. Boshqa chora yo'qqa o'xshaydi. Favqulodda qochish. Demak bu sensan. Rudi Oskreyrat. Baxtli yashayotganingni eshitdim. Ammo sen o'lim bilan o'ynashding. Menga buni Hitogami aytdi. Demak sen uni elchisisan. O'lasan. Hitogami aytdi. Mening avlodlarim senga uni o'ldirishga yordam beradi. Nima? U aytdi. U seni to'xtatmoqchi. Chunki sen dunyoni yo'q qilishni xohlaysan. Shuning uchun ham u senga qarshi chiqadi. U aytadiki, agar seni o'ldirsam, u meni bolalarimga tegmaydi. Oilamga ham tegmaydi. Sizdan iltimos qilaman. Dunyoni yo'q qilmang. Meni xohlaganingcha o'ldir. Bolalarimni o'ldirma iltimos. Ularning kelajagini tortib olma. Sendan iltimos qilaman. Bu birinchi marta. Men birinchi marta o'zimni baxtli his qilyapman. Iltimos sen Hitogamini qidirishni bas qil. Iltimos. Sendan iltimos qilaman. Men qila olmayman.
Kechirasan, kechikdim. Radius